Xorazmda katta yangilik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bog'ot tumanida hovuzda xudo xolasa qarmoq qurish xizmati yo'lga qo'yildi. Xorazmda birinchilardan bo'lib. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like bosamizdan baliq ishqibozlarini yuborib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, katta rahmat. Hozir sizlarga bu hovuz haqida ma'lumot berib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilar, bu hovuzimizda hozircha 1,5 tonna baliq yuvarilgan. Bu yerda laqadan boshqa deyarli hamma baliq bor ichida. Xudo xolasa 10-mart kuni xalqning oldida yana 500 kilo baliq yuvariladi. Bemalol ulfatla kelib, xolasangizga sho'rni o'zida baliq tutib, moyifkatib, tashkil etib dam olib geçishlaringiz mumkin. Xolasangizga tutgan baliqlaringizni uyga aytishlaringiz ham mumkin. Keyin tutish xizmati azonki 9:00 dan kechki 18:00 gacha bemalol hazratib tutib geçishlaringiz mumkin. Har bir qarmoq boshina 25 ming so'mdan bemalol hazratib tutib xolasangizga sho'rni o'zida moyifka qilib, yeb, ichib, tashkil etib geçishlaringiz mumkin. Xolasangizga uyga aytishlaringiz ham mumkin. Manzil Bog'ot tumani To'pchi mahallasida bo'ladi. Kuvakovni Danislaku Kuvakov degan odamni ko'p odam biladi. Shuni gostinitsasi yonimda ekan. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar. Hammaga yaxshi kayfiyat. 10-mart kuni xudo xolasa o'zim ham shu yerda bo'laman. Yana 500 kilo baliq yuvariladi.